Ha, ekskursiyaga kelgan talabalar. Kichkina o'quvchilar. Bu yoqqa chiqish menga mumkin emas. Nima bo'lsa bo'ldi deb tavakkal chiqib ketyapman. Ha. Qasrni xaritasi. Juda katta joy. Men burchada turibman hozir. Mana shu turgan joyim hozir men. Hatto olingan kinolar mana. Saroy Javohiri. Shindon ekan, kino ko'rmagan ekanman men. 2005-yil kino. Mana Tamgin Saroy Javohiri 2003-yil kinoga. Jumon 2006-2007-yillarda olingan. Shamollarda qolgan hislarim yo nima? Qasr shamoli debdi, tarjimasi shunaqa bo'ladi. Uni bilmadim. Qirolicha. Juda yaxshi ko'rishdi bu kinoni ham uydagilar. Tojdagi javohir. Tarjimasi shunaqa ekan, buni bilmadim, ko'rmaganman. Buni ham ko'rmaganman. Buni ham ko'rmaganman. Quyosh. Oy tutilgandagi quyosh. Buni ham ko'rmaganman. Buni ham ko'rmaganman. Mana shuni ko'rish o'zi shekilli uydagilar haligi tabibmidi, kelajakdan tarixga qaytib bo'ladigan tabibdan qas. Qirol va kanizak debdi, tarjimasi shunaqa bo'lar ekan. Buni ko'rmadim shekilli. Qirollar tabibi. Tarjimasi shunaqa ekan. Ibtido. Buni ham ko'rmaganman. Mashina ko'rish o'zi shekilli uydagilar. Vashi bir qo'yiladi. Nomini bilmayman lekin. Qirolning qizi Su Bekhyang. Buni ham ko'rmaganman. Nima tungi navbatchi ekan, tarjimasi shunaqa bo'lar ekan. Buni ham ko'rmaganman. Kare, poni kino Hindistonda o'tib ketgan ekan-da kino ishlashdi o'zi ham. Ha, shu yerda olingan kinolar hammasini tanishdinglar. Saroy. Ha, bu yog'i ham mana shunday ketgan, hamma yo'q saroy, lekin o'sha chiqqanimga ham xursand bo'lib turibman hozir. Ve grimxona, MBC grimxonasi. Ha, yozaman haykallar. Haqiqiyga o'xshaydi. Tamgin xonim. Bu ham juda yaxshi ko'rardi seni. Qirol.
Jumo'ni qo'yishmabdi lekin. Kiyimlari. Grimxonaga kirish. Shu mana shu 4 gektarlik joyda olinadi hamma kinosi. O haqiqatda shahar chekkasi, u tog'ning tepasidamiz. Yaqin joy emas. Mana atrofni ko'ryapsizlar manzarani. Mashinalar mana Jumo'ning davridagi. Sanaymiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ta kino, 22 ta kino ishlangan ekan shu yerda. 22 ta kino. Mash qasrda nima qilingan. Tepaga chiqish mumkin emas, o'g'onlar bekilgan ekan. Nasıl ko'rsataman? Mana do'konni sotuvchisi kelyapti, men tarafga qarab, hatto do'kon bor ekan. Tarixiy kiyimlar. Tepaga chiqib ketyapti. Skamaga o'tiryapti. Mana shu Jumonga ham, Tamginga ham, qirolichaga ham hammasiga qasr mashi. Mana bu katta dekoratsiya bor. Chekkadagi Jumon, stasyona. Tanimayman bu yog'ini. Mana o'zingizlar ko'rsanglar tanib olarsizlar. Menga Karsi kino ko'p ko'rmaganman. Shu qasr lekin. Bu yoq mana ko'rsatganimda o'zi Grimxona. Atrof manzara ham chiroyli. Lekin bular hech qaysi o'sha davrdan qolmagan. Yangi qurilgan hammasi. Chunki davomini biz suvoqda quryapmiz, dekoratsiya bular hammasi. Ama haqiqatda haqiqiyga o'xshatib, haqiqiy taxta toshlardan qurishyapti. Lekin dekoratsiya. Tarixiy emas. Prosta andoz olingan, lekin tarixiy emas. Ishga qaytish kerak, abid paytda chiqdim. Yaxshi qolinglar.